Mana qiziqarli savol. 3 ta talaba kvartira turar ekan. Kvartiraga ularning kelish vaqtlari har xil ekan. Turlicha ekan. Masalan, Bobur ertalab 8 da kelsa, Zohirxon 10 da keladi. Firdavs 12 da keladi. Ya'ni uchalasi 3 xil vaqtda keladi. Xo'p, ular alohida o'zlariga bittadan qulf osibdi. Bobur kelayotganda o'zining qulfini ochar ekan, kirar ekan. Zohirxon kelayotganda o'zining qulfini ochib kirar ekan. Firdavs kelib o'zining qulfini ochib kirar ekan. Topgan o'quvchiga 50 ming mukofoti bor mana. Tushundinglar a? Yo'q, topolmadikmi? Topolmadikmi? Qani, Hadicha? Ikkitasini boshqa xonaniki bo'lishi mumkin, bittasiniki o'sha eshikniki bo'lsa-chi. Yo'q. Bunday emas. Uga ikkitasiniki o'zining xonasiniki bo'ladi. Bittasiniki eshikniki bo'ladi. Yo'q. Birinchi kelgan shunday o'chaki, ikkinchi kelgan shunday kelib ketadi. Har xil kart deyapsiz. Qaysidirini bittasiniki o'sha kvartira, anasi bo'lishi mumkin, kalti bo'lishi mumkin. Yo'q. Almashib qulflab kirib ketadi. Almashib qulflab kirib ketaveradi. Bir-biriga kalit qanday beradi? Yo'q, uch xil kalit. 3 xil kalit. 3 xil kalit chiqadi qulfga. Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas. Unday bo'lishi mumkin emas. Hammasi отдельный kvartirada bo'lsa-chi. Отдельный kvartira? Yo'q, bitta kvartirada. Javobini aytaymi bolalar? 3 ta kvartira bo'ladi, o'sha 3 ta kvartirada qulflab kirib ketaveradi. Yo'q, unday emas. Qaranglar, mana buni eshik desak, ha? Mana bu yerdan qulflanish kerak, to'g'rimi? Qulf. Birinchi qulfni mana bir tarafiga ildiradi. Tushunyapsizmi? Ikkinchi qulfni mana buni o'ziga ildiradi. Tushunyapsizmi? Uchinchi qulfni bunga va uchinchi eshikka ildiradi. Eshikning ikkinchi pallasiga ildiradi. Xullas, mana bunday joylashadi qulflar. Tushunyapsanmi? Endi qara, mana bu kalitni ochsang, mana bu qulfni ochsang, o'rtasi ochiladi. Keyin mana ikkovini ildirib qilib qo'yaverasan. Buni ochsang, mana bu bilan eshik ochiladi. Keyin qulflayman desang, yana ildirib qo'yaverasan. Keyin bunisini ham shunday. Tushunyapsanmi? Tushundingmi, tushundira olmadimmi? Tushuntira oldimmi? Qulf zanjir qilib bog'lanadi.